mana sizlar bilan tubbancha savolga tubbancha javob bergan tubban qizlarning videosini bitta ko'rib chiqib qo'ysak, ketdi. Metroda yuradigan boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? Ular mashinasi bo'lmaydi, o'zi bir so'z bo'ladi-yu, qanday? Chonsilam bu yoqda savol o'zi tubbanchada, aniq o'zi javob. Yo'q. Ishonib bo'lmaydi. Xuddi bu qizlarcha ani onasini bir joydan ani mashina bilan tug'ilgandek. Nima? Sen o'zing kimni bo'ylab o'zsan? Menga qaragan, ha? Lekin kelajakda balki eplab mashinalar olib ketar. Yo'q, ishonish qiyin ular. Hozir mana qiz o'ylashi bo'yicha ani chumchuni qo'ti degan niyati bilan o'ylashi bo'yicha mashinasi bor odam boy bo'ladi, to'g'rimi shunda? Shunaqa bo'pti. Metroda yuradigan boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? Men tipimga to'g'ri keladi. Voy, tipingizga sizni obbi hayam. Tipingiz qanaqa sizni? Turishingizni qarang, peshoningizni qarang, mana bunaqa gektarskiy bo'yapti. Sizni tipingiz qanaqa sizni? Qanaqa bola yoqadi sizga? Metroda yuradigan boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Hech qachon chiqmasdim. Nimaga? Chunki sasib yuradi. Значит, mana singlimiz metroda yurgan bolalar bilan gaplashganlar, opit bo'lgan, sassu bolalar bilan gaplashganlar, opit bo'lgan. Shuning uchun hamma metroda yurgan bolalar sassu bo'ladi. Men qarang, siz undan ko'ra to'q o'tib keta qoling. Bu dunyoda mana bunaqa niyangiz bilan O'ziga dastoyniy to'q bo'lsa-chi, mashinalari bor ko'chada. Agar mashinasi bo'lganda metroda yurmagan bo'lardi. o'ziga qarab yuradigan qizni oyoq kiyimini ko'rasizlar, qop-qora kiyim, pasini qaraydi, chirkini. O'lay. Kansenerchi boladan sovchi keldi, tegan bo'larmidingiz? Yo'q. Nima sabab? Qishda gadochilik qiladimi yoki ishlagan bilan? Mo'sh mana gaday qizni o'ziga yetamiz, ha? Millionerchi? Nima u? Konditsioner deyapti, tushunasizmi? Konditsioner u yozda ham, qishda ham ishlaydigan narsa, tushunasizmi? Gadaychilikmi shu, voy millioner. Konditsioner ustunovka qiladigan boladan o'ziga sovchi keldi, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q, chiqmagan bo'lardim. Kansenerchi bola ham odam. Men misol uchun kansenerchi bolaga erga hech qachon tegmayman. Mana Oysuluvga o'shimchida bo'lmaydi. Gapirish siz undan ko'rachi logopedchi bolaga erga tegadi. Kansenerchi bola ham odam. Siz nima, siz kimsiz? Siz menga ayting, siz nima Hurliqo meriyamisiz siz? Gapirishingizni qarang, siz stomatologga erga teging. Tishingizni anaqa mamnaqa bo'yotibdi. Egasidan uyingizga sovchi kelgan, turmushga chiqqan bo'larsiz. Banka-mankalarda ishlaydiganlar bo'lsa, ularga teksam bo'laveradi. Nima? Banka? Mani tengim emas, mani tipim emas deyotgan qiz bankni to'g'ri aytishni bilmaydi, nomini de banka deyotdi, o'zchalik anaqa bolalardan sovchi kelsa erga tegmasmi shular? Voy, aptingizga sizni. Uyingizga o'qituvchi boladan sovchi keldi. Turmushga chiqarmidingiz? Yo'q. Nimaga? Chunki menga o'qigan bola yoqmaydi. O'qigan bola yoqmas, sizga qanaqa bola yoqadi? Magic City'da ranking taki. Mana shunaqa bola yoqadimi sizga? Nima sababdan? Bilmadim, yoqmaydi o'qigan bola, faqat biznesmen bola yoqadi. Biznesmen bola yoqar ekan bu oy poshshaga. Значит, biznesmen bola o'qigan bo'lmaydi, to'g'rimi shunda? Hozir mana hamma javob bergan qizlarni o'pshi yig'ib oldinga qo'yib qo'ysanglarchi, ishoninglar, bitta men emas, boshqa bolalar ham emas. Даже ayol kishilar ham, qizlar hamchi sizlardancha po'qini qizg'anadi, tushunasizlarmi? Ozgina uyat kerak bor. Bu video misol uchun uyushtirilgan bo'lsa ham, o'zini hurmat qiladigan qiz hech qachon bunaqa saviyasi past videoga, saviyasi past savollarga javob bermaydi. Pashola edib ketardi ana bolalarga.